Abdulaziz mana shu Cobalt Sparklardan salondan suvni ovozi eshitiladi, shirinlagan. O'shani o'rgatib qo'yamiz ham qanaqa yo'qotishni. Hozir obunachilarga o'zligiga yo'qotib qo'yishga o'rgatib qo'yamiz. Hammada shu kasal. Qaranglar, ikki xil usuli bor o'zi. Mana birinchi usuli radiator tepasida kirishkasi bor, bolti bor. Mana shu boltini yechilsa, mana shu plasmas bolt, plasmasi, ha. Birinchi bo'lib mana shu kirishgan ochasida radiator ichidagi davleni havoni chiqarib yuborasizlar. Fitsetib havo chiqadi. Keyin mana shu boltni 13 kulishda prostoyda shuni yechsanglar, buni polni bu yoqqa yechib olib olasizlar. Mana shuni olib olasizlar, ko'rdinglar, antifriz chiqmadi. Buni antifriz chiqquncha, antifriz shuni dalivka qilasizlar, ichida sistemadan havo chiqib ketish uchun. Faqat o'sha qizil antifriz dalivka qilishingiz kerak. G12 antifriz quyish kerak. Shu quyayotgan payt bu yoq teshikqa qarab turasizlar, radiator tepasiga. Ana, oqdi уже. Oqishni boshlashi bilan sirazi mana oqishni boshladi. Sirazi buni yopamiz. Iloji bo'lsa, mashina sovuq motorga qisanglar, qo'linglar kuymaydi inshaalloh. Havo chiqib ketdi, shuni yopib turib, bitta zavod qilib sirkulyatsiya qilsa, inshaalloh birinchi usuli bitta. Buni o'zingizlar ham qilsanglar bo'ladi. Mana oson narsa. Ikkinchi usuli undan ham oson. Ko'rib turganingizdek, avtomobilni oldin va shuni tepaliqqa uklon qilib qo'yib olasizlar. Keyin antifriz bachokka qopqog'ini ochib olasizlar. Oxirigacha avtomobilni zavod qilasizlar. Zavod qilasizlar antifrizni, gazni yaxshilab bosib olsanglar, havosi tepaga chiqib ketadi. Mana hozir qaynayni ko'rasizlar. Gazni bosing, vangillatib. Mana ko'piryapti, ko'rasizlar, havosi hammasi chiqyapti. Mana sirkulyatsiya bo'lganda salonning hamma havoli tepa tarafga qarab yuradi, bilasizlar, hamma havoli chiqib ketadi inshaalloh. Inshaalloh bu narsani o'zingizlar ham qilib olasizlar bo'ladi. Ustalarga eslatma, oldini podyumga ko'tarib turib, seriz o'zida ham qolsa bo'ladi. Buni обязательно o'zingizlar mashinangizda sinab ko'ringlar va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Albatta.